Mehr eng oliy fazilat. Bugun aynan shu mehrni ulashish kuni. Mavloning bosh harflarini qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va imkoniyatlarini himoya qilish. Hamisha yurtimiz uchun, jamiyatimiz uchun domla aytganlardan keraksizlar. Sizlar bizga keraksizlar, jamiyatimizga, mana shundoq ustozlarga, ota-onalarga hamma sog' omon bo'linglar. Bugungi bayram muborak bo'lsin. Tashkilotchilarga, sizlarga va umringlar rahmat. Mana hozirgina Oliy ta'lim vazirligi bilan birgalikda Xoreografiya akademiyasi tashabbuslari bilan juda bir ajoyib tadbir bo'ldi. Chunki hammamiz bilamiz, 3-dekabr nogironlar bayrami. Bilasizmi, ba'zan bilib, ba'zan bilmaymiz bunaqa tadbirlarni o'tkazib yuboramiz, lekin mana shunday tadbirlarda ishtirok etar ekansan, har bir kunimiz bayramligini biz yaratgan tomonidan juda ko'p mukofotlar bilan siylangan ekanligimizni kechirar ekanmiz, yuragimizdan his qilar ekanmiz. Ular nogiron emas, haqiqatdan ham. Ish bilmaydigan, dangasalar, farzandini yetim qilganlar, qo'l oyog'i bo'lib turib, shundan foydalanmagan, jamiyatda o'z o'rnini topmagan, birovga zarar yetkazadigan, shular nogiron. Bular nogiron emas. Bularning qalbi toza. Bular juda mehrli. Bularning mehnatini ko'rib, bilasizmi, ba'zi birlari eshitmaydi, ba'zi birlarning kamchiligi bor, ba'zi birlari ish qilib o'ziga yarasha nuqsonlari bor, lekin hammasi ham birinchidan mehnatni yaxshi ko'rishadi, yashashni yaxshi ko'rishadi. Bular ishonch bilan yashayapti, zavq bilan yashayapti. Bular ish qilishdan, mehnat qilishdan, nimadir yaratishdan, san'atga mehr berishdan charchashmaydi, izlanishadi. Bularni raqsga tushganini ko'rib, bir-biriga bo'lgan munosabatini, muomalasini ko'rib, shunaqa havasim keldi. Ishonasizmi? Ba'zan bir narsadir bo'lsa, qo'l oyog'imiz butun bo'lsa ham, deb dangasalik qilib qolamiz. Lekin bulardan o'rganish kerak. Ko'p narsani bulardan o'rganish kerak. Bularda qalbida o'zgacha vatanga nisbatan muhabbat bo'ladi va o'ziga ishonch bo'ladi.
bu bolalarda va o'zgalarga bo'lgan mehri juda ham kuchli bo'ladi. Va shu bilan bir qatorda ularni tashqi ko'rinishidan baho berishimiz kerak emas, ularni ichki go'zalligiga, ichki shijoatiga, ichki g'ayratiga qarashimiz kerak, ahamiyat berishimiz kerak, e'tibor berishimiz kerak va qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Mana shu tadbirda hozir shuni sezdim. Shaxsan hozir men aytib o'tmoqchiman, Shahzodaxon Xudoynazarovani. U kishi O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi o'qituvchisi, pedagogik fanlari bo'yicha falsafa doktorilar. Shahzodaxon bilan hamkorlikda anchadan beri ishlab kelamiz. Oldingi tadbirlarda ham birga bo'lganmiz va Shahzodaxonni shunchalik kuyib, pishib, mana shu tadbir uchun, mana shu loyiha uchun o'zini fido qilishi meni juda ham quvontirdi. Va bu mana shu kunga yetib kelguncha shu tadbir uchun ssenariy tayyorlab, har bir ishtirokchilar uchun o'sha shart-sharoitni to'g'irlashi, ular bilan birga ishlashi, ularni rahbarlari bilan birga ishlashi va bolalarga mehr berishi va shaxsan mana shu bugungi tadbirimizda, loyihamizda ancha yillar mobaynida qatnashib keladigan Irodaxon qizimiz ham tashrif buyurdilar. Bu Irodaxon qizimiz juda ham chiroyli qo'shiq kuyladilar. Hozir yuqorida bizni ustozlarimiz, azizlarimiz gapirishdi, hatto bizga o'rnak, bizda yo'q xususiyatlar bor bizning nogironlarimizda. Ularni chaqqonligi, mayli eshitmaydi, ba'zan kechroq fahmlaydi, lekin raqs bobida, san'at jabhasida shunaqa bir chiroyli mahoratlar ko'rsatishdi. Ham yig'ladik, ham quvondik. Men uncha tadbirda bunaqa olqishlarni, bunaqa zavqli nigohlarni ko'rmayman, lekin bizning insonlarimiz haqiqatdan sohibi inson, hazrati inson. Sahnaga chiqargan har bir ishtirokchini shunaqa yomg'iri bilan, ya'ni qarsaklar yomg'iri bilan siylab bordik, maza qildik. Aslida biz har birimiz bir-birimizga oynamiz, o'rnakmiz, ibratmiz. Har kunimiz bayramligi, biz marhamatli, mehr-muhabbatli bo'lishimiz kerakligini bugun ancha yana bir bora his qilib, eslab, yurakdan o'tkazdik. Mana shu yerda davramiz hozir juda bir boshqacha o'tdi. Shukuhli bo'ldi, zavq-shavqqa to'ldi hamma. Olqishlab, ularni kutib olishdi. Shunday sharoitlar bo'ldiki, bular nima desam ekan, bular eshitmaydi va imo ishoralar orqali hamma narsani his etishadi. Shuning uchun o'sha kelgan mehmonlarimiz, ustozlar, hamma ularni olqishlar bilan, o'zlarini imo ishoralari bilan, ulardan minnatdorlik hissiyotini o'shalarga taqdim etish bilan ularni qo'llab turishdi va bu loyihamiz iloyim mana shu tadbirlarimiz bardavom bo'lsin va barcha ishtirokchilarga shu loyihani ishlab mehnat qilgan barcha mutasaddi insonlarga o'z minnatdorligimni bildiraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar va mana shu loyihamiz albatta davom etsin.